Oka, aytga buyurmishsiz, oyog'iga nima qilgan? Ha, oyog'igami? Avariya bo'lganman. O'shandan keyin shunaqa ahvol kelib qoldim. Endi nima deysiz? Tirikchilik. Hozir harakat qilmasa bo'lmaydi. Yomon bo'lgan ekan. Ha, nimasini aytasiz? Bir noinsof mashinasi urib qochib ketgan. Qancha bo'ldi bunga? 5 yilcha bo'ldi chamanda. Mahalla qayerda aka? Mahallam shu Samarqand darvozada. Samarqand darvozada mashina ham o'sha turib ketganmi? Ha, noinsof urib qochib ketdi-da. Mashinasi shumi? Oka. Bu adashmasam 2021-yil 21-sentyabrda bo'lmaganmi? Siz o'shanda qora ko'yni jinsi shimdamidingiz? Ha? Shu kuni xuddi shunga o'xshab yomg'ir yog'yapti-midi? Ha? Siz bularni qayerdan bilasiz? Oka. Shu noinsof. Mani kechiring. Nima shart-sharoitingiz bo'lsa o'zim qilib beraman. Jon aka, iltimos faqat meni kechiring. Kechirmasangiz bo'lmaydi, jon aka. Nima qilib berasan? Ha? Sanadim nogiron bo'lib qoldim. Jamiyatda keraksiz odamga aylandim. Oilamdan, farzandlarimdan ayrildim. Ular meni tashlab ketishdi, tushunsanmi? Qaytara olasanmi oilamni? Gapar, qaytara olasanmi? Jon aka, iltimos. Polizga meni kechiring aka. Meni kechirmasangiz bo'lmaydi. Ol narsalar. Jon aka, o'sha kundan beri azobdaman. O'sha 21-yildan beri azobdaman. Iltimos, jon aka, kechiring meni. Kechirmasangiz bo'lmaydi, jon aka. Vijdon azobida qiynalib yonyapman, jon aka, iltimos, kechiring. Kechiring meni. Seni Xudo kechirsin. Ade, qattasiz. Ade, qattasiz. Ade. Bolam, shitdaman. Kechir bolam. Jon bolam, kechir meni. Adedan menga yig'lamas. Yo'q, yig'lamadim bolam. Xo'p, yur ketamiz. Ketamiz bolam.